булочка? Что за булочка? Mami. Nimaga qarayapsiz qizim? Daraxtchilar bor ekanmi o'sha yerda? Ha, daraxtchilar bor ekanmi? Nima bor ekan? Nima bor ekan? Улыбачка моя сладость. Да. Да. Да, да. А, да. Uchingda shuncha gapingiz bormi qizim? Ibu. Didi. Push. Lalash. Sen kızım lalash. Kızım lalash. Bitir. İşte nedir kichkina bo'lgan buni. Да? Это, оказывается, маленькая штучка, кызым. Мама тебе маленькую штучку одевала? Qo'yishimiz kerak bu ishtonchalarni. Да. Да, Лалуша. О, бусечка моя. Лючки такие сладкие, лючки. Лючки сладкие. Все сладкое, щечки сладкие. Носики сладкие. Все сладкое, да? У нас какие красивые носики у нас. Штанишки поменяли. Пописали один раз, козым, да? Люлёсик, зубочка моя, щёчка моя. Упс, плыси, тебе холодно. Ой, плысь. Ой, мамуси. Люлёсь. Да. Какая булочка у меня растет, какая булочка, да? Мамуль. Вот такая у нас добрая утречка, коза. У нас такая добрая утречка, да? Good morning, mommy. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark. Nima ekan shu? Oling qani. Oling. Hoppa, qani, oling qani. Hoppa. Давай. Oyoqchani qaranglar. Oling qizim, oling. Ishlamadingizmi? Ha, oling. Qani olib biladimi shuni? Давай. Молодец, давай. Вау, молодец, Лолоши. Молодец, козимка, молодец. Какая умничка ты, да, Лолоши? Да, ты сама умеешь все сделать. Попали. Да, ага. Qizim gapiring. Nima dardingiz bo'lsa hamma dardingizni to'kib soling mashitga. Davay qizim. Boshladik. Manda Upsi. Qizimni qorniga aylantirgandim. Qisib qo'ydi. Это хорошо, ishisi chiqdi degani bu degani. Da, Lalosh. Mana unda rasmchalar bor. Shu fotochalarga endi tomosha qilyapti.
Молодец, кızım, молодец. Как ты хорошо держишь голову. Да? Стоп. Uyg'onib olgach, qizim bilan ertalabki rutinamizni qilyapmiz. Hozir ozvochga o'xshamasligi mumkin, chunki burnim bitib qolgan, allergiya bo'lganman. Xullas, shu yoz keldi deguncha allergiyam boshlanadi. Xullas, ko'rganlaringizdek mana shunday atirpalar, krem-premlar surib chiroyli qiz bo'lyapmiz. Oyi, onai bola deganlardek. Qizim ham indamay mazza qilib tomosha qilyapti protsessni. Ты падаешь. Кызым мне помогла накраситься. Aqlli qizim mani, jonim qizim mani. Shirin qizim. Oyim bilan birga krasitsa qilaman dedi-da qizim. Да? Ты научилась как краситься надо? Biz bo'yamadik, просто krem-premlarni surib ko'chaga chiqadigan bo'lib oldik, chunki ko'chaga chiqsa yuzimizga oftob tushadi va kuyib qoladi. И так dog'lar tushgan. Вот так делай, ручки. Помогай. Keyin qizim voydod, oyi, qornim ochdi, ovqat bering, uxlayman deb yig'ladi. Bo'pti, qizim yot dedim-da, sutlarni tayyorlab kelib, sutini berib uxlatishga harakat qilyapman. Lekin uxlashdan asar ham yo'q, ko'zlarini liq-liq ochib, liq-liq emas, endi nima deydi, katta-katta ochib o'tiribdi. Mana shu qilib o'zimga qaratib olib, keyin uxlatdim oxiri. Всем привет, ребята! Смотрите на нашу шапочку. Я, короче, покупала давно, tug'ilmasdan oldin olganman bu shapочкani, bir marta ham kiydirib olganman. Сейчас эту нашла. Hali endi tug'ilganda katta edi boshiga, qish paytlari. Endi hozir bo'ladigan bo'libdi gras havoga. Вообще asar. Это что? Кызым, это что? Что это? Что за булочка? Faqat bunga mos ustiga kelgan kiyim yo'q, korичневый. Bu faqat shunaqa qalin kiyimi bor. No, yoz keladi deb olmasam, bunaqa kiyim o'sha hali yoz ham kelmadi. Shunaqa. O'tgan safar ham qidirdim, topolmadim qalin kiyim. No, a так мне нравится эта шапочка. Qizim, oyoqchiga o'xshab qolding, teddy bear bo'lding. Teddy bear. La 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 la. Ой, рассадила кешев печень. Смотри, козик. Мы снова направляемся гулять. Ла-ла-ла-ла-ла. Biz ko'chadamiz, biroq yomg'ir yog'yapti. Kamgina lekin bor. Доча что-то недовольная. Почему недовольная, не понимаю. Кажется, мы возвращаемся. Ana yerda chiroyli gullar, seren gullari. Va meni nolayotgan qizim. Och qoldingizmi qizim? Ustini olib chiqishingizdan chiqib ketibdi. Qizim, och qoldingizmi? Endi qizim och qolgan, точный. Shuning uchun hozir uyga qaytamiz va qizimga ovqatlantirmasam bo'lmayapti. Qiyin masala, bo'lmasam yig'laydi. Oxiri qizimni ko'tarib olishimga to'g'ri keldi, chunki yig'ladi. Uyimizga ozgina qoldi, hozir kiramiz. Havo juda ham sovuq deb o'ylagandim. Unchalik ham sovuq emas ekan, lekin salqinroq ekan. Qizim shapkang ko'zingga tushib ketibdi-ku. Xo'rsinib qo'ydim. Всё. Payzli. Biz uyda sutchani olib, yana обратно ko'chaga chiqdik. Mana bu yerda bizning красивый такой rayonchamiz bor. Uyimiz sal pastroqda. Такой ikki etajli domiklar qurilgan, bir xil qilib. Chiroyli domiklar. Qizim bilan aylanyapman. Anta axrani ham o'tiradi. Bitta lishni odamni ko'rsa, sразу chiqib oladi joyidan. Nimagadir axrani. Nima qilyapti bu odam bitta deb.
Bizda yomg'ir yog'ib qolmasidan maza qilib aylanib olishimiz kerak. Bugun uyda o'tirganimda nimalar qildim? Sheindan bir ikki narsalarni saqlanib qilib qo'ydim, zakaz qiladigan narsalarimni bolam uchun. Keyin Allegrodan ham bir ikki narsalarni zakaz qilib qo'ydim. Shu momentda xayolimga bir narsa keldi. Mana shu Allegroda-chi biznes ochib olish kerakmi deb o'ylab qoldim. Короче, nima deysizlar? Allegroda, например, optimga narsa sotib olib kelib, Allegroga qo'yib qo'ysangiz, juda ham zo'r ketadi. Lekin nima narsa deb o'ylab yurgandim. Va o'sha nima narsa degan narsaga javob topdim. Javob shundaki, uy uchun kerakli bo'ladigan xo'stovar. Xullas, xo'stovarni odamlar har doim oladi-da. Shuning uchun shunaqa qilsa zo'r bo'lardi. Bu endi ideya, uni qilish kerak. Menga mana shu domik juda ham yoqadi. Krasniy bo'lgani uchun o'zi обычный такой yog'ochdan qilingan какой-то непонятный домик. Bilmadim, u yoqda nima narsa, odam yashaydimi yo'qmi. Lekin bu mana shu yerda bunaqasi yoqadi. Bibi. Bulutlarni qaranglar. Bulutlar prям yomg'ir yog'varaman deyapti. Mana ertaklardagi anaqalar bo'ladi-yu, uychalar. Baba Yaga bor, Baba Yaganing uyi bo'ladi-yu, o'shanga o'xshaydi, точный. Men video olib ketayotgan edim, men bu yerda kamalak ko'rib qoldim. Voy. Krasota. Kamalakni qaranglar, asal kamalak chiqdi. Ba'zida juda ham chiroyli chiqadi, так явно ko'rinadi. Oldinroq ham aytgandim, Polshani shuning uchun yaxshi ko'raman, tabiati juda ham chiroyli. Endi bundan ham chiroyli tabiatlar bor, o'zi вообще это, именно, например, Shveysariyalarda bu yerda quyosh botyapti. Sog' bo'ling qizim. Va quyosh botishi. Ana. Krasota. Havo juda ham yoqimli, такой yoqimli shaboda esyapti-da, maza qilasizlar. Ham chiqqanlaringizda. Shunaqa momentlarda yuragim xo'rsinib ketadi. Nimaga yonimda oilam men bilan emas? Mana shunaqa momentlarni birga baham ko'ra olmayman, birga chiqib bo'lat qilib aylana olmayman deb o'ylayman. Miza qildirib olib kelib olish kerak ularni ham. Zinka. Loloshi. Soskangiz u tomonda, yopadigani narigi tomonda aylanib yotibdi. Qizim. Asal qizim. Da. Gapiring, so'z navbati sizga qizim. Нравится ее вот так вот снимать? Да? Глазки такие красивые у моей козы. Девочка моя. Девочка моя. Nimani ko'rdingiz qizim? Bulutchalar bor ekanmi osmonda? Kafega keldik. Мороженое olyapmiz, ko'chada esa bir nima bo'lgan, короче. Это мой ice cream. Тут politsiya, ambulance, firefighter, everyone is here. Kunimiz shu tariqa o'tdi, uyga qaytib keldik, keyin ovqatlandik, keyin esa qizimni cho'miltirib uxlashga yotqizdim. Shu bilan kelasi sonlarda ko'rishguncha.